Qo'yamiz cheez bilan. Necha yil bo'ldi dedingiz? 4 yil. 4 yil bo'lgan qizlar bilan lablarni qilib berganimizga. Endi yana 1 milligram bilan chiroyli forma qilib beraman. Poskisini qo'yaman. Вот kuzata qo'yasiz, lab chiqdi. Konturlari bilan prям endi ozgina atyoq bu hali. Atyoqlari ketadi. Birinchi marta 5 yil oldin labimni qildirganman. Уже 5 yil pererivdan keyin yana ularga kelishga qaror qildim va qildirdim. Tak 1,5 oy oldin full face muolajasini ham bulardan olganman. Judayam effektivniy и самый лучший косметолог. Minnatdorman. Rahmat. Lekin haqiqatan ham labingiz asal chiqdi. Prям o'zingiz xohlagandek. O'zim sevib qoldim. Endi baribir atyoqlar bor, qizlar bo'ladi. 14 kungacha такой kichkina bo'lib qoladi. Rahmat. Qo'llaringiz sog' Sog' bo'ling, rozi bo'ling. Senasi ham takoy, qizlar kelishidan maslahat beraman. Hamma ham qo'llari вообще zo'r.